Sog'lom tishlar va sog'lom yuz jag tuzilishi nafaqat go'zallik, balki aniq nutq va erkin nafasning kalitidir. Chiroyli tabassum va sog'lom hayotga erishish uchun endi yagona manzil bor. Bugun Toshkentda yuz jag jarrohligi hamda stomatologiyaga ixtisoslashgan Saif Proface klinikasi o'z ish faoliyatini boshladi. Bugungi kunda Toshkent shahrida ko'plab xususiy klinikalar faoliyat yuritib kelayotgan bo'lsa-da, Saif Proface klinikasi yuz jag jarrohligi va stomatologiyaga ixtisoslashgan sanoqli klinikalar qatoriga qo'shildi. Klinikadagi yuz jag jarrohligi bo'limi zamonaviy texnologiyalar bilan to'liq jihozlangan bo'lib, statsionar davolash uchun barcha sharoitlar yaratilgan. VIP xonalar, yuqori texnologiyali ikkita operatsion stol va maxsus reanimatsiya bo'limi orqali bemorlarga xizmat ko'rsatiladi. Bo'limning asosiy vazifasi yangi va eski travmalar oqibatida yuzaga kelgan deformatsiyalarni muvaffaqiyatli davolashdan iborat. Saif Proface klinikamiz zamonaviy texnik anjomlari bilan jihozlangan yuz jag sohasidagi murakkab operatsiyalarni o'tkazishga moslashgan klinika bo'lib, klinikamizda bemorlarni sifatli davolash uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Birinchi navbatda yuz jag sohasining ko'p sonli jarohatlari, yuz jag sohasi suyak plastik operatsiyalari hamda yuz jag sohasi onkologik kasalliklarini zamonaviy usulda og'iz ichi kesmalari bilan davolash yo'lga qo'yilgan. Asosiy operatsiyalarimiz chandiqsiz, kompyuter modellashtirish asosida, aniq hisob-kitoblar asosida amalga oshiriladi. Klinikamizda murakkab operatsiyalarni Moskva shahridagi Tsinis yuz jag jarrohligi markazidagi ustozlarimiz bilan birga qilish amalga oshirilgan. Ustozlarimiz bir oyda bir klinikamizga tashrif buyurishadi hamda murakkab operatsiyalarni birgalikda amalga oshiramiz. Saif Proface klinikasi zamonaviy texnik anjomlar bilan to'liq jihozlangan bo'lib, yuz jag sohasidagi 15 turdan ortiq murakkab operatsiyalarni o'tkazish imkoniyatiga ega. Klinikada turli travma va patologiyalarni davolash uchun og'iz ichidan kesmasiz, chandiq qoldirmasdan jarrohlik amaliyotlarini o'tkazish yo'lga qo'yilgan. Shuningdek, operatsiyalarning bir qismi Moskvaning yuz jag jarrohligi ilmiy markazi mutaxassislari ishtirokida amalga oshiriladi. Bu esa xizmat sifatini yanada oshiradi. 20 yildan beri Moskvada ishlayman. Shu yuz jag jarrohligi tomonidan faoliyat ko'rsatamiz. Avvalambor biz bu yerga O'zbekistonga kelib, odamlarga yordam ko'rsatamiz deyishimizdan maqsadimiz shuki, ko'p bemorlar O'zbekistonda yildan yilga borgan sari ko'payib ketyapti. Bemorlar Moskvaga kelib, operatsiyalar qilib, o'sha kerakli yordamni olib ketishyapti. To'g'ri, bu narsa O'zbekiston aholi uchun ancha qimmatga tushib qoladi. Yo'l kirasi bor, u yerda yotoqlari bor, analizlari, bu yerda har xil registratsiya degan tushunchalari bor. Oxirgi zamonda ayniqsa qiyinlashib boryapti. Shu narsalarni yengillashtirish maqsadida Toshkentda yuz jag jarrohligi va stomatologiya markazini ochdik. Hozir bu markazda biz eng zamonaviy yuz jag jarrohligi bo'yicha ko'rsatilayotgan operatsiyalar, davolashlarni boshladik. Davolash operatsiyalarimizga kiradigan narsalari bu ortognotik operatsiyalar, bu tug'ma odamlarda jag'lari qiyshaygan holatda, tishlovlari, prikus degan tushunchalar bor. Shular o'zgargan patologicheskiy holatlarini to'g'rilaymiz. Ikkinchisi bu jarohat olgan, shikast olgan bemorlar, avtoavariyalarda yoki urushganda, yiqilganda, buzilgan yuz sohasida singan suyaklar, burun, ko'z oldi suyaklar, jag'lari singanlarda shularni to'g'rilaymiz. Shu bilan birga o'zimizni operatsiyondan chiqqandan keyin palata intensivniy terapiya bor. 4 ta bemorga mo'ljallangan, demak kuniga yo'q deganda 4 ta 6 ta operatsiya qilinadigan sharoitimiz bor. Shu bilan birga markazda yuz jag sohasidagi o'smalarni olib tashlash, rekonstruktiv plastik operatsiyalarni o'tkazish, yuzdagi estetik nuqsonlarni mikrojarrohlik usullaridan foydalanib bartaraf etish kabi kompleks davolash xizmatlari mavjud. Klinikada shuningdek kelgusida bolalar yuz jag jarrohligi yo'nalishini rivojlantirish, bolalardagi tug'ma nuqsonlarni davolash dasturlarini kengaytirish rejalashtirilgan. Klinikadagi stomatologiya bo'limi esa keng qamrovli xizmatlar majmuasini o'z ichiga oladi. Tishlarni davolash, terapiya, tish protezlash, briketlar o'rnatish va jarrohlik amaliyotlari, murakkab tish olib tashlash operatsiyalari, tish implantatsiyasi va suyak plastik amaliyotlari orqali bemorlarga nafaqat funksional, balki estetik jihatdan mukammal natijalar taqdim etadi. Bolalar stomatologiyasi bo'limida esa kichik bemorlar uchun maxsus sharoitlar yaratilgan bo'lib, sedatsiya va narkoz yordamida davolash ishlari amalga oshiriladi. Bizning Saif Proface klinikamizni yuz jag jarrohligiga ixtisoslashgan hamda stomatologiya
stomatologiyani qamrab olgan sanoqli klinikalardan biri hisoblanadi. Muolajalarni raqamlashtirilgan tizim ostida olib boramiz hamda maxsus yaqinlashtiruvchi asboblarimiz, ya'ni binokulyarlar deyiladi bizning tilimizda, shu qurilmalardan foydalanamiz. Bundan tashqari bilamizki, bolajonlarimiz stomatologdan qo'rqishadi. Bunda bolalarda o'sha psixoemotsional holatini inobatga olgan holda bizda chuqur uyqu ostida davolash xizmati mavjud. Bolalarni sedatsiya xizmati deyiladi. Bolalarni sedatsiya yordamida biz davolaganimizda bir qatnovni o'zida barcha muammolarni hal qilishimiz mumkin. Bu nafaqat bolalar uchun, balki kattalar uchun ham bu xizmatimiz mavjud. Ba'zi bir bemorlar bo'ladiki, yuz jag' muammosi bilan birgalikda og'iz bo'shlig'ida albatta umumiy stomatolog yordam ham kerak bo'lishi mumkin bo'ladi. Bizning klinikamizning afzalliklaridan biri ham shu hisoblanadi. Og'iz bo'shlig'idagi muammolar bilan birgalikda yuz jag' sohasidagi muammolarni ham Saif Proface klinikasida bartaraf etish mumkin. Ochilish marosimi davomida mehmonlar klinikaning keng qamrovli imkoniyatlari va zamonaviy texnologiyalar bilan yaqindan tanishdilar. Taniqli mutaxassislar tomonidan zamonaviy davolash texnikalari, yangi usullar va klinikada yo'lga qo'yilgan innovatsion xizmatlar haqida batafsil ma'lumot berildi. Saif Proface klinikasi bemorlarga nafaqat tibbiy xizmatlar, balki zamonaviy davolash usullariga asoslangan innovatsion yondashuvni ham taqdim etadi.